Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Go'zal holatda 5 dona nafis holatda, go'zal holatda, chiroyli, hashamatli bo'lgan 5 dona pichog'imiz tayyor bo'ldi. Bularni sizlarga approach qilib ketdim shu yilda. Xudo xolasa mana latunlardan burgut stabilga naqshlar bilan o'yilgan. Burgutda tirnoqlari klapan zanglamaydigan metalldan. Burgut qayrilgan boshlari bu yog'i damaskusdan nafis holatda o'yilgan. Bular los kumush beryozning go'zal holatda naqshlar bilan bezatilgan. Ko'rgan odam voh deydigan holatda xudo xolasa go'zal. Inshaalloh описаниеga nomerimizni yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul qo'lingizga yetib borgandan keyin to'lov qilaverasizlar.